Assalomu alaykum. Bugun Andijonning Shahrixonidamiz. Ya'ni Asr Fight klubga keldik. Yonimda hozir Sardor akamlar turibdilar. Ushbu fitness klub rahbari hisoblanadilar. Sardor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor aka, bir zo'r savolimiz bor. Nega aynan Sport Leader kompaniyasini tanlagansiz? Aka, Sport Leader kompaniyasi to'g'risi sifat bo'yicha birinchi o'rinda deb bilaman. Hozirgi kunda boshqa brendlarni shaxsan men bilmayman. Bu sohaga kirib kelishimdan oldin surishtirganman. Bizda har bitta ishimiz songa emas, sifatga. Shuni inobatga olib Sport Leader tanlaganman. Rahmat aka. Yana bitta savolim. Hozir mana yangi fitness klublar ochilyapti. Aynan shularga bizning kompaniyani tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta tavsiya qilaman. Birinchi bo'lib servis xizmatiga addushi kattaga rahmat aytaman. Hozirgi paytgacha qo'ng'iroqlarimizga, kerak bo'lsa Telegramdan yozsangiz sirraz javob qaytadi. Servisga gap bo'lishi mumkin emas. Albatta Sport Leaderni tavsiya qilaman aka. Rahmat aka. Kelajakda bu ishlaringizga omad tilaymiz. Yana ko'proq fitness klublar, yana ko'plab sportchilarni yuqori cho'qqiga olib chiqishlarini tilab qolamiz. Rahmat aka, sizlarga. Rahmat.